Sizlar bilan men o'sha Astro Oz va bugungi videomizda Astro Oz emas, Astro Boy va bugungi videomizda biz 3 har xil parkurlardan o'tamiz. Mana bu parkurlar. Ko'rib olishingiz mumkin. Biz shulardan o'tamiz. Mana bu narsaga e'tibor bermanglar. Parkurni boshladik. Eshikdan kira olamiz. Parkurni men qurmaganman. Akam qurgan. Mana bu yerda bor. Xo'sh, uzr video ancha chiqmay qoldi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchi o'ynadim. Men o'zim qurmayapman, shuning uchun bilan bilmayman. Sirli joyda bormi, yo'qmi bilmayman. Hop. Vay. Video ozgina cho'ziladi deyman. Voy. Nima bo'lyapti? Tekshirgankin o'zi bu. O'tsa bo'larmikin? Yo'q. Ona. Bo'larkan-ku. Juda g'alati. To'xtamaydi. Shuni o'zini turganda men beydan chiqib nima qilaman? Mayli. Mayli qiziqroq bo'lishdi parkurda o'tib qolgan qarang. Bu yerda o'tsa bo'larmikan? O'tsa bo'larkan, o'tsa bo'lmaydi. Bentley. Bu yerda nima bor? Menimcha tushundim. Blokda. Bu narvon sakrayotgan. Menimcha bu yerga sakramasligim aniq. Shuning uchun bunga sakraymiz. Har tomonga qarshi o'tib qo'ydim. Botlar yana tushib ketibdi. Hamda kirka. Menimcha men tushundim. Da. Video ko'p bormadi-ku. Mayli. Bu yerda umid qildim. Men ketib qo'yadi. Valla obunachilar, xullas ko'rdinglar, video uzr, video ancha qisqaroq bo'ldi. Men bu parkurlarni qurishga ancha vaqt ketgandir, bilmadim yana. Chunki 3ta. Agar men tug'ilgan kunimgacha 14-yanvar agar tug'ilgan kunimgacha 20 ta obunachi yig'a olasam, bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismda 3 ta emas 9 ta bo'ladi. Parkur. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Va xayr.